Sizningcha mavsum yakunida dunyoning eng kuchli chempionlaridan biri hisoblangan Angliya Premyer Ligasida kim chempion bo'ladi? Manchester City chempion bo'ladi degan umiddamiz. Qodir chempion bo'lsa bizga yaxshi, xursand bo'lamiz. Hozir ketayotgan intriga Arsenal. Intriga yaxshi ketyapti. Baribir Arsenal yaxshi jamoa, stabil o'yin ko'rsatib turibdi, lekin baribir biz uchun Manchester City g'oliblikni qo'lga kiritsa, Qodir ham xursand, butun O'zbekiston uchun yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Ispaniya chempionatida endi biroz noqulay so'rash, hozir javob aniq bo'lsa kerak. Barselona. Hozir ketayotgan Hozirgi ketayotganda ham, boshqa ketsa ham, nima bo'lsa ham Barselona. haligi ertalab soat nechalarda to'g'ri turyapsizmi yo to'rtda somsizmi degan gaplar bo'lmayaptimi to'rt noldan keyin? Barsa yaxshi bugun Realda yutib turibdi bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz? Comeback qilolmaydimi? O'zi baribir Barselona comebacklar qiloliku. Endi futbolda hech nima deb bo'lmaydi. Comeback qilishiga umid qilib qolamiz, lekin qiyin bo'ladi-ku. Lekin xohlaymiz comeback qilishni. Italiya seriyasida kim chempion bo'lishi mumkin? Inter. So'zsiz. Germaniya Bundesligasi? Bavariya. Bu вообще so'zsiz. Fransiya chempionati? Fransiyada Lens yaxshi ketyapti. Agar Lens bo'lsa, menimcha muxlislar ham maza qilgan bo'ladi, chunki PSG har yili chempionlikni qo'lga kiritib, muxlislar ham zerikib qoldi. Kamiga Qodir oldingi jamoasi. Qodir oldingi jamoasi. Baribir yaxshi ketyapti. Kecha ham yutdi, birinchi o'ringa chiqib oldi.